Ақ болсы қадымың әр басқан, қолыңғы қонар құт бәрекет. Адамлар нұрғындыр адашқан, адашмаған пәкәтлар әқиқат. Бізді студия басшылығы деке, программада пәкәтлар әқиқатын етіш шәрт. Біз программымызды башлаймыз. Сіләблі мен Мұрат Айсаров. Бізді студия басшылығы деке, Артур Продакшн продюсерлік мәркізінің шындақла Pərvaz Uyğur İcraçılar Birləşməsinin qollab qüvvətlişi bilən Həqiqət proqramısıға xoş gəpsizlər. Sizlər mən Murad Aysarov. Bugünkü sanның mehmini Uyğur estrada yultuzu, kən ambablıqqa aylanğan naqşçı Şahmurad Baxamov oğlanılar. Assalamu alaykum Şahmurad. Alaykum assalam. Bugünkü proqramımızға xoş gəpsizlər. Kəyiningə köptün köp rəhmət. Mən həm barlıq tamaşıbılar xoşal, xursand. Şahmurad, endi tamaşıbılar bilan bir salamlaşıp, özüңni qısqacha tonuşturup ötken bolsaң. Assalamu alaykum, dünyanın barlıq joylaridagi aziz qarindoshlar. Men yaxshi do'stinglar Şahmurad Baxamovdan hammanglarga sevimli salam. Endi o'zim kelsak, emgekçi Qozoq nahiyasi Malvayesida 1991-yil dunyoga kelgan. Endi Şahmurad shu qancha yoshdan boshlab naqshga qiziqishing boshlandi? 5-klasslardan boshlab shu muzikaga qiziqib, naqshlarni yodlab degandek, etib shu vaqtida bir maktablarda shu vaqtida qattiq qiziqqan yerim shu vaqtdan boshlanganda endi. Uning yiqidimi o'yladi bir eskrovlar yoshlarni chep. Shu birinchi qatam shu maktabda bo'lsin, bir qanday bir to'yda bo'lsin, kichik paytingda aytgan naqshing esingdimi? Endi shu vaqtlarda sening esingda bormi ekan? Ot sho'g'li deb albatta. Bir bal shu vaqtlarda naqshlar moda bo'lib, albomlar chiqib, keyin disklar chiqib. Shunday vaqtlarda endi shu balo naqshlarni aytib cho'ng bo'lgan. Ayjamal, Hanifamning beg'ini o'tlab esibdi deb bir naqshlar. Shu naqshni mening o'yimcha tomoshabinlarimiz kutyotdi bir esingda boy bir yerni aytmagan bo'lsam. Rost desam men unutib ketdim bu naqshlarni. Unutib ketdim. Ya, unutib ketdim bu naqshlarni kichik vaqtlarda aytgan. Esingda qolmadi, ha? Esimde yo'q. Unda bo'lsa Şahmurad, shu san'at yo'liga sen bir yil kelib qolmading. Dadangmi, opangmi yaqinmi san'atga? Buvilaring, momlaringmi? San'atga ham dadam tarafdan hech kim san'atga yaqin emas. Opam tarafdan. Validin, Nuriddin deb tog'larim bor. Opamning inlari. Shu Validin aslida shu men birinchi ustozimda, shu kichigimdan tag'am o'qishlarga tushagan tag'am. Bu san'at yo'liga mening uchun yamanjoq kuch chiqargan. Validin akamizni yaxshi tanıymiz, yaxshi bilamiz, chunki men maktab chog'larimda, maktab vaqtlarimda men ustozlik qilgan, naqsh darsidan bergan. Şahmurad, men tushunmadim hozir Validin akamiz, Nuriddin akalarimizni yaxshi bilamiz, ularning familiyasi Baxamov. Sen şu vaqtida endi kechirayotgan bir savol bo'ldi. Opangning familiyasini olganmi? Opam familiyasini olmagan. Baxam, bunda qiziqishda endi bu men haqlarimiz hayron qoldim shu ishqchi. Chiq odamlar. Mening opamning oilasi ham Baxamovlar, dadamning oilasi ham Baxamovlar. Tuqqan emas. Tuqqan emas. Bir jutdan. Yana bir qiziq yerib, mening opamning dadasini aytish Sherib, Baxamov Sheribda endi. Dadamning dadasini aytib Baxamov Sherib. Ishki Baxamov Sherib bir-birisi qildi. Ishki buvamning aytimi familiyasi o'xshaydi. Qiziq. Hurmatli tomoshabinlar, buni men bilmadim. Ya'ni ko'plagan san'atkorlarimiz mening o'yimcha bilmadi. Endi mana biz bildik. Endi mumkin Malvay turgan ko'plagan qarindoshlarimiz uni biladi. Şahmurad, unda bo'lsa shu bir savolga javob bersang, sening balliq davring, balliq chog'laring shu Malvay yurtida o'tdi deymi? Shu qanday o'tdi? Ig'irchiliklarni ko'rganmisan? Maktablarda qanday boli bo'lgan? Shuni bir aytib bergan bo'lsang. Maktabda rostga qilsam men o'qimagan. O'qimagan degan qanaqa so'z qilib, mening Adil deb ma'lumim bor deydi, bizda muzika dars beradi. Yaxshi dars. Ha, men ashtondan yurgan, shu men muzikani o'qigan shu. Sinf soati deb bir nima bo'ladi maktablarda. Qatnashmading. Ashtaxnimga qatnashatdim, Ha, qatnashatdim. Ashtaxnimga qatnashatdim.
muallimlar bizga kirib qilsa, itmoqchi etpasan, u bu deb. Aşı taraflar bilan aşı muallimlarimiz Almanya'da o'qish kelgan vaqtlarimga yaxshi baholan qo'yib chiqarayotgan meni Tarix darslari, Uyg'ur tili darsi, matematika deganlar. Balkim mushu gaplarimiz muallimlarim anlasam o'zlari yaxshi bildi uni. Shu yaxshi aql o'rgatgan meni rasm muallimlar. Muzikada ham yaxshidim. Shu qolgan ishlarim Akbol bo'lib o'sibsan. maktabda shu hozir o'ylsam aql tattika shu vaqtlarda hozir o'ylsam. Bu maktabda, endi uyda-ku akbol bo'lib o'sdingmi? Uyda aka emas, uyda aka bo'ldim. Qiyinchilikni ko'mdim. Qiyinchilik chunki ota-onam bor. Yo'q, ota-onam hayot bular bor, endi Baxtlik. vaqtlar rahmatli mamam, buvam bor. Qiyinchilik bir ko'rdim deb ketsam. Shu vaqtda sen mamang, buvang qo'lda o'sdingmi? Bizning uy cho'ng uy bo'lgan mamam. Yaxshi. Ota-onang to'g'risida aytib o'tdik. Endi o'z oilang to'g'risida bir qisqacha aytib o'tgan bo'lsang. Oilam kelsam, bir bolam bor. O'g'il. O'g'il. Uylanganimizga 4 yil bo'lay dedi. 4 yil bo'lay dedi. Yaxshi. Bir bolam bor. Rafiqang mushu san'at yo'ldimi? Rafiqam san'at yo'lida emas, kichik baloqlardim deyishi bo'yicha sulani o'ynatdik. Sulani maktab chog'ida, kruzovlarda bu. Biroq u yoqning apis tarafdan cho'ng dadalari ham san'atkor. Bizim Uyg'ur teatrida. Shu vaqtda o'z kasbi bormi? Egilgan kasbi o'q. O'zining kasbi bor, o'zining kasbi medik, doktor. Doktor. Doktorxonada xizmat qildi shu vaqtda. Doktor ishlaydi. Mushu Shahmurat, sen ko'plagan to'ylar chiqsa, san'atkorlar orasidan seni ko'plagan mashrablarga taklif qildi. O'tso'g'il bizning Almutada, O'tso'g'il Nayit Nurg'un, ya'ni faqatla Almutada emas, bizning yana bir naqshchimiz Ablekim Tursunov bilan chat ellarga, ya'ni Istanbul, Turkiya, O'zbekiston, Qirg'izistonlarga berib kelding. Shu mashrablarda endi o'zing bilsan, 12 birlarda kech tugaydi. O'ylay kelganda shu rafiqang bilan shu to'g'risida bir jidal, kelishmasliklar bo'lib qolamdi. Endi bu kamgacha bo'lmabdi unda ishlar. O yaqinni ko'ramiz deysan. Yaqin bo'ldim men. Biroq bu ishdan desam, meni ayolim tarafdan cho'ng dadalari, endi o'zining bir tuqqan aksi, hamma san'atga yaqin. San'atga yaqin. San'atda shu o'qigan, g'ijjakni tugatgan aklari, vatanlarda o'qigan, chiqib kasb shu-da, endi shu ishni qildi. Asla qarab, tushundimmi deb o'ylayman-da bir tarafdan. Shu tarafdan ham deydi. Ketmaydi deysan. Albatta endi aqllari, cho'ndadlari san'atga yaqin bo'lgandan keyin, men o'yimcha seni tushundi degan o'yim bor. Yana bir savol, mushu seni ko'pincha biz Instagramlarda, Facebooklarda videolarini ko'ramiz. Sen emas, boshqalar soldi. To'liq videolarini mashrablarda, to'ylarda bo'lgan. Endi o'zingga kelsak, shu umringning qancha protsentini Instagramga chiqirsa, hayotingning kundalik bo'layotgan kun endi hozir Instagram degan bir endi ham san'atkorlar o'zlari yaxshi tushundiganda bir ishimiz bo'lib qolgandi. Shu orqali to'y bo'lsin, yani qanday bo'lsin, shu orqali xalq bilan qilishimiz, xalq bilan. Biroq endi ko'pincha endi videolarni shu bir odamga qiziq bir videolar bo'lsa, shuna bir videolarni solgan tirishmay chiqib endi. Mushliqi boya aytding, ishimiz bo'lib qoldi deb, atgandan ta kashkicha ko'rgan narsani tushirib sen unda yo'q, demakchi emas, to'liq dalamay ketdim-ku. Demakchi o'g'lim undaq keskin narsa samayman deydi. Yana bir savol, shu Instagramdan pul topgan kunlaring bo'ldimi? Reklama bo'lsin, ko'plagan mening o'yimcha tomoshabinlarimizning orasida qarindoshlarimiz bor. Shahmurat, men bundaq bir firma ochgandim, ya bo'lmasa bundaq birnim so'di boshlagandim, shuni sepagina deb shu sag'iningga pul olganmi? Yo'q, pul olmagan. Rasmda pul olmagan, biroq endi jig'daydi undaq ishlarni. Buni ochgandik, uni ochgandik. Uni reklama qilib bergina bu deb endi
Hamısını to'liq sepiramiz. Qo'ldan kelgan narsa bo'lgan ekan, unda qipirmay uni bir pul deb ketmagan. Unda bir pul topmadim. Biroq sen Instagramda videolarni salgandan keyin, to'yda bo'layotgan ahvollarni salayotgandan keyin, mening o'yimcha ko'plagan tomoshabinlar shuni ko'rib sana chiqdi. Andiki to'yga bizga kelib mushunaqa ishni etib bergan bo'lsang, u tarafdan hamda u ish bo'lgan ekan, deb ketib qo'ydi. U tarafdan o'rishlab aytganda bir reklama. u tarafdan ishildik hamda. Anda reklama nimalarga pul deb ketmagan. Endi yana bir savol, Shahmurat, o'zing san'at yo'lida yurgandan keyin, san'at yo'limi bir yeniq yo'l emas. Uning bir ig'ir paytlari bo'lib qoldi. Balang, o'g'ling san'atga qiziqsa, san'at yo'lini tanlasa, shuning yo'l beramsa, qo'llab quvvatlamsa. Qo'llayman, quvvatlayman. Nimaga qiziqsa, hozir meni balam 2 yoshga kirdi. Endi hozir u nimaga qiziqmaydigini bilmayman. Endi kelajakda nimaga qiziqsa shuni beraman. Shu bal nimaga qiziqsa. Qarshi emas san'at yo'lini tanlasa. Evet, qarshi emas. San'at yo'ligacha boshqa ishlarda ishlab ko'rdingmi? Ya birdilla Almataga kelib o'qishni tugatganmi? O'qish tugatgan. Qaysi o'qishni tugatding? Chaykovskiy. Chaykovskiyda shu naqshchi. Naqshchi emas. Asli kasbim naqshchi emas. Chaykovskiyda tambirni tugatgan. 4 yil tambirni o'qigan. Keyin bir iroda ansambl deb bir ansambl bo'lgan endi hozir yo'q ansambl. Ba'zi bir sabablardan. Bilishing mumkin sen. Dilshod akani sirf deb. Albatta. Shu millatimizga ko'plagan yordamini ko'rsatgan. 40 tek balni Urumchi vatanlarga olib şeylarda endi o'qidik deb ketmaymiz, endi bir o'sha Qozog'istonga konsertlik programmani o'sha qo'ydigan, Qozog'istonga qo'ydigan konsert programmani shu yerda tayyorlab 1-2 oymi shu qaydek o'sha dars olganman. Mening o'yimcha iroda ansambli faqatla Urumchi, yana boshqa shaharlarga emas, İspaniyalarga Yevropaga chiqib, jihalardan o'rin olgan ular. Esimizda Dilshod akamiz millatimizning madaniyat san'ati uchun ko'plagan ishlarni qilgan inson, ko'plagan qarindoshlarimiz uni biladi, ko'z yummaydi. Endi shu iroda ishlashning oldida, o'sha hozirgi san'at yo'liga kelishning oldida boshqa ishlar bilan shug'ullanib ko'rganmi? San'atda sirt. Водитель bo'lib ishlagan. Водитель? Shofir. Taksist bo'ldingmi? Taksist emas, bir firmada ishlaganda водитель bo'lib. Tipografiyada ishlagan. Yuk toshibsanda, unda bo'lsa, shofirlikda. Uning nima sabab bo'ldi? Ya'ni san'at yo'lida naqsh etib. Endi u vaqtlarda san'at bunchalik hozirgidek bir taraqqi etmagandi shu vaqtlarda-chi. O'zim ba'zi bir ishlarim bilan shu yerda ishlash to'g'ri kelgandi. Shunda bir 8 yil burun o'sha ishladim. San'at bilan bu yo'lni birlab ma'nodami yo san'at qo'yib turdingmi? 1 yil, 1,5 yillik to'xtab turdim san'at. Keyin kelish ig'ir bo'ldimi sana? San'atga qaytidin. Bir nimalar o'zgaribdimi yo shu qilib qolibdimki? Hech qanaqa qiyin bo'lmadi. Shuni o'qigandan keyin o'zimiz san'atni sevgandan keyin men unchalik bir davomlashtirib ketdingmi? Endi mushu san'at yo'lini tutding, san'at yo'lida egiz cho'qlarni ko'ryapmiz. Tor betlarida bo'lsin, gazetlarimizga chiqding. Sen mushu san'at yo'lida kimni ustoz etib tutsa, o'rishlab aytganda bir qiziqadigan kumiring kim o seniki? Endi kichik vaqtlarimda balkim uni hozirgi chiqayotgan san'atkorlar hamsi yaxshi bilish kerak endi. Rustam aka Niyozov. Albatta. Shu akamizni hammamiz do'ratib qo'ramiz endi. Shu akamiz qanday aytsa, aslında bir yerlerin doğruğun gelip san'at qanday kiyinsa, prichoskalarni kichik vaqtlarimizni haqiqatan ko'plagan bolalar ma'zumda anglsam, bu paranglarni anglsam, hammasi Rustam akam qarab o'sibdiki. Yolg'iz men emas ekan. O'zim shuna bir juqumliq, illiq, talantliq. Shuning uchun shu akamizni yaxshi ko'rib o'sibdiki. Undan sirtdan Rom akam Harisov. Albatta. Yaxın hammasi yaxshi ko'rdi. Shu Qozog'istonda shu aklarimizni hurmatlab, ularni ustoz tutib o'sdik.
Әлбәттә, Шахмурат, Нуралым ака, Варисов, Рустам Ниязовлар, у біздің Қазақстандагы бір тирик намаяндылар, орышлап айтқанда живая легенда дейді. О акыларымызны әлбәттә hürmetleymiz, қадірлейміз, һәм кейінгі программаларымызды ма тәкліп қылымыз деген үмітіміз бар. Әнде Қазақстанда емес, тарихи вәтінімізде, яғни Ғұлжы болсын, Үрімчі, Қашқалада көплеген сәнәткарларымыз бар. Шу yerдікілердің нақшыларını аңламса, яқшы көремсе, у yerдің бірлерін ұстаз ретінде тұтамса. Әнде осы вәтенді үзең білсе, яқ бір бұлақ деп есаплаймын. Шу бір бұлақтың тамшысы болғанымызда біз Қазақстандық сәнәткарлар деп есаплаймын. Яқта әмді ұстаз тұтылға деп нұрғын, шының үшін мен мүшәдікіне өлдедім. Яқтықларын әмді әққатын жақ еді. Үзем яқшы көрдіған. Кім о? Әң саңмышы, сәнмышы, еқін көрдіған, шүншек нақшылар. Мәселен, Абдулла Абдурахим не? Абдулла Абдурахим. 7 yaşını 70 yaşқа яқшы көрді şu akımız ne? Ұстаз не? Çoğulama, yaşlamаңлайды дейсің. Әмді ұстаз деген нәрсе мен бір деп кетей, мен ұстаз деп дегенде адамның алdığı bir şəxsi білімні үйгеніш керек емес деп ойлаймын. Адамның бір яқшы көргенің, шының бір гәп сөздеріне, айтқан нақшыларыны, өзен ашылын қарап үйгеніп, şu yerдің бірінен оғылап дегендек. Aslında bir ıslah bilen, bir ustaz tuttum деп üzerinden köngülüm pükken de şunu. Hem de yaқты vətənin gibi kesaq bek nur burası. Dürüst. Ошо бая Абдулла Абдурахим деп қалдың. Абдулла Абдурахимді ма сән айтқандек көплеген қиырындашларымыз нақшыларын сөйіп тыңшайды. Уақымыздың нақшылары найты, жық. Шо Абдулла Абдурахимнің ма бір нақшыларыны сән кавер версия қып язғыздың клиплерін шықты. Мұшо көплеген видеоларының астыға пікір дейміз ғой, комментарияларын қойып қойды. Немешке Шахмурат башқыланың нақшыларын итіді. Немешке шуланың орныға өзінің бір нақшысын шыққамай деген суал болды. Шуның неме деп жауап берсе? Әмді маңым деген о кепні, чо? Инстаграмда yazған шу кепні. Әмді мен бұлақ ойласам, бұл адам болсаға әмді өзінің көңілі бір жәнге яқыдыған бір нақшыны әткен келді. Әлбәттә. О нақшының палантысы үзәмнеке деп чықырып алған ерім жоқ қанды о нақшымен. Әлбәттә, авторны yazsın. Авторны yazımız, onu yazımız, sözünü kim yazған, şunu yazımız, cover verse деп, яқшы көдім деп деген гәп қабы бұнда есапылсаң, бұл нақшыны яқшы көген екен, бұл нақшыны әттім деген нәрсе әмді. Әмді о бір, ішкенші... Шуның орныға немешке өзінің нақшысын yazмыз. Соны жауап берейін. Авторлық нақшысын. Әмді Hazır rastgele kısam bu naqşlar bek kıymet hazır. Bunda pulun meselesi var yedim canım. Onu demesem olmaydı. Bu hakikat programı soğandı eken. Elbette hakikat. Meşer değil onun için canım. Mındaq savol. Bir naqşıға 5 yıldan aygacha to'liq qancha pul ketadi? Faqat naqşıға. Uyga tekst, muzika, aranjirovka hammasi kirdi. Bir naqşıg'imi? Masalan, tekstlar bilan motiv deymiz, ahvolni. Hammasini chiqarish uchun bir 300 ming tek pul bordi o'sha. 300 ming tanga pul bordi. 300 ming bor. U masalan bir naqshni yozib bo'lgandan keyin sen u yerga живой трек deymiz hamda asboblarni chaqizmiz, gitara chaqilsa, naqshanga loyiq saz degan instrument bor. Uni chaqilsa, bir olib chaqilsa, ularni hammasini yana 5-4 tangisini to'lab ekib chaqilsa ne ularni. Asla bilan 300 minglarga yetib bordi. Yaxshi yerda yozma desam ham. Azam studiyalar bor. Hamda sen o'zing qayerda yozg'insan naqshni? Kimni xohlaysan yozg'izgan? Men mening shu o'zimdan chiqqan naqshlarim hammasini shu Ilyar Mashurov o'zim yaxshi bilsam, Ilyar Mashurov. Shu akamiz yozgan. Akamizni men действительно talantini qattiq hurmatlayman. Uni hamda boshqa xalq ancha mundaq bilib ketmagani bilan hamda u ishini o'tirib ishlayotgan nima bo'lgandan keyin biz san'atkorlar yaxshi bilamiz u odamning qanchalik u akamizning qanchalik talanti bor keligini uchun. Chiqib shu akamiz yozgan ishki naqshini. Tekstni-ku kimga yozg'insiz? Tekstni Kommunar. Kommunar Tursun. Ko'pincha yozdim. Shahmurat bu naqshi qilib faqat 300 ming ketdi-ku. Hammasini qo'shganda sening YouTube'da ko'plagan kliplaring bor. Klip tushading,
көдік, яқты. Şu klip bilan qo'shqanda qancha pul ketadi? Endi men shaxsiy o'zimning beshida o'tganim desam, shu klip bilan qo'shganda 500-600 larga borgan. 500-600 mingga. Endi uningdan jiq pulga boradi endi. Milliongacha klip tushirma desam bo'ldi endi. O klipning nimasiga qarab, biz chamimiz kegi chiqqan ishlarda bu endi. Chiqib shu bir naqsha klip bilan mening beshimda o'tgan narsa 600 minggacha, 600 ming, 500 ming. Ben o'zim shuna qashirgan bir naqsha. Shahmurod, biz sana bek xo'shalmiz, xursandmiz, sening bilan maqtimiz, faxrlanamiz. Sen naqshlanma aralıqdan uzaq o'tmay, yangi naqshlarni chiqarding, yangi kliplarni chiqarding. Hozirgi paytda 600 ming, 700 ming degan o bir o'ng'ay pul emas. Shu pulni qayerdan olsa, qarz olamsa, ya bo'lmasa kredit olamsa, endi o pulni qana desam bo'ldimiz. Shu xalqimizning bir qo'llab-quvvatlashi bo'lamdi. To'yga bormiz, yag bormiz. Ash ishlar bilan shu yig'ib qolgan ishlarim bor endi. Shu yerdan yig'ib, shu to'ydan yig'ib, shuna tushagan yerlarim bor. Bir ikkinchidan endi qo'llab-quvvatlaydigan aktyorimiz bor. Sponsorlik qildim. Sponsorlik qo'ldan kelgan yerdan qilgan. Chiqib meni atlarimni yeb elad dema deb o'zi bir so'rab qo'yganlar bor endi. Mana qayerdan demsam amal deb chiqamoq. Bu haqiqat programmasi shunlashqa yo'shmaydi. Bo'lmaydi. Kim yordam qildi shuni aytib bergan bo'lsa. Samaxun deb akam bor. Samaxun deb akamiz bor. Endi faqat mang'il emas endi. Jiq bu san'atkorlarga endi yordam qilish uchun so'zgan. Jiq ishlarni qilib birlarga ta'minlar olsun, sata olsun. San'at xumori. San'at xumori o'zicha bir quloq mo'ng'isi deymiz shu. San'at yaxshi ko'radi, muzikani yaxshi ko'radi o'zi. Shuna bir ishlarni mang'il emas, jiq muzikantlarga, san'atkorlarga yordam qiladi. Endi bu shu Shahmurod naqshlarni yozding, cover versiya bo'lsin, o'zing naqshisi bo'lsin, shularning ichida eng o'zingga yoqadigan, o'zing yaxshi ko'radigan qaysi naqsha? Ya undaq naqsh yo'qmi orasida? Endi hamma naqsham o'zimning o'g'lim keyin hammasini yaxshi ko'rmayman. Biroq birinchi naqsham bo'lganda mushu vaqtimda chiqqan naqshamda kichik vaqtlarda ko'diq sahnada ko'ratdim. Mushu birinchi naqsham shu parvon bo'ldim degan naqshni rosa yaxshi ko'rmay, shu naqshim meni shu xalq to'nib qo'ygan shu naqsh. Hozirgi moda so'z bilan aytganda hit bo'ldi deysan. Hit bo'ldi. Durust. Endi Shahmurod, o'zingga kelsak, o'zingda qaysi xislating o'zingga yoqmaydi? Qiyin savol. Uyqum yoqmaydi menga. Uyqum? Uxlamamsa shu. Men yoqma, qatnavar qattiq uxlayman-chi. Uxlashni yaxshi ko'rsan. Uxlashni yomon qattiq yaxshi ko'rmayman. Men chiqib qolib uxlayman, eshitdim, anglamayman men. Shu uydagilarni telefonda uxlayotgan yerimdagi quloqlarimda chiqib qo'yganlar va vibratsiyalarni eshitdim. Faqat sezmayman. Shu uyqum bilan jiq yeladimdi. Kechki shundan paydo bo'ldi shu endi. To'ylag'imi? Yomon qattiq uxlayman rosa. Endi anglamayman-da, ansam turib tayyorlik qilib ansam anglamayman-da shundan. Shu bir xislatim o'zimga yoqmaydi. Kechikib qolganlar vaqtlar bo'lganmi? Bo'lgan. Albatta chiqqan kechiksanda. Kechki vaqtlar bo'lgan. Hurmatli aziz tomoshabinlar, burun Shahmurod to'ylaringlarga ya bo'lmasa bir bayramlaringlarga kechikib kelib qolgan bo'lsa, kechirsizlar. Endi bundan keyin kechikmaydi degan o'yimiz bor Shahmurod. Shahmurod shu uxlab qilib bir yil kechikib qolganman deding-ku. Shu bir uyulib, shu bir qiziq bir vaqting bo'lganmi shu uyqu bilan bog'liq? Endi Chaykovskiyni o'qilgan vaqtimda, 4-kurs vaqtimda go's egzaminga. Kech qolgan. Uxlab. Toz qattiq uxlab olsam, ma'lumimiz bor Sabr aka Manashov deb ustoz bo'lgan bizga. O'xtatdi meni. Uy kelib. Ko'zimda ichib qarsam, ma'lumim turdi. Sabah gitay sening go's qo'ysan, qandoqsan bu deb shol bir tilab nufib ketgan shu vaqtda aytganlik berish kerak, tam soat 9 berish kerak. Men shu ma'lumim meni uyini opirib o'zi. Bir soat 4-5, kechqurun 4-5 dagi topshirgan shu go'sni. Ma'lumim yoldirib shu vaqtlarda ishlar. Sonra bir ishlar o'qib keldi. Amaliyot shu uxlaqanda endi shu.
Aşağı bir kızık işleri boğan endi. Uyqu batur deb qo'ydi millatimizda. Yana bir qatim hurmatli aziz tomoshabinlar, Shahmuratning ashundaq bir yerlardan xatolik ketib qolgan bo'lsa, kechirsizlar. Shahmurat, mush sening ko'plagan naqshlaring bor, kliplaring bor, boya aytib o'tdik. Nemishkido ko'plagan qarindoshlarimiz so'raydi, nemishkido shu Shahmurat o'zining bir yakka konsertini bermaydi deb. Shuning sababi nimada? Endi onun sebebi hemimiz ma'lum. Hazır karantin. Şu işler bilen endi o işin hazır onu tayyorlik qilib, o bu qilganing bilan baribir o ish amalga oshmaydi endi hazır o'zim. Xalqimiz yaxshi bildi o ishlarni. Endi men armanim bor. İşte bir konsert qo'yish. Endi o ishlar men hazır bo'layotgan ishlar teshilib yaxshi bo'lib ketgandan keyin unda ishlarni bitirishimiz. Alloh bersin. O'yin maqsad bor. Bor. Durust. Sen beyliqlarga ko'p borsa, beyliq tutadiganlar, beyliqchilikqa, shu beyliq tutayotganda bir oltin beyliq tutib olgan bo'lsang, oltin beyliq. Shahmurat, meni qo'yvatgina, men sana bir armoning o'rlab berma degan bo'lsa, qandaq bir armon so'ratding? Endi bu armonsiz odam bo'lmaydi-ku. Albatta. Dunyodagi barliq insonlar yaxshi yashashga, erkinlikda yashashga, yaxshilik o'sishga, zamon tez o'sishga degan haqiqatan bu armonim meni. Beylik qasd etdim men. Beylik qasd etding. Biroq albatta bu bir beyliqqa hech kim qilmaydi. Endi bu bir qiziqarli savol bo'lsin deb qo'ydik. Hammasi Allohning qo'lida. Hamma narsa Allohning qo'lida. Biz sening tilaklaringga, ulug' Allohdan so'ragan duolaringga biz shunday duolarni so'raymiz. Dunyo yuzidagi barcha insonlar yaxshilikda, xushallikda yashashga degan niyatlarimiz, o'ylarimiz, duolarimiz bor. Osmonimiz ochiq bo'lsin. Qayg'u hasratdan ulug' Alloh neri qilsin. Ko'zga ko'rinmaydigan bu virus og'riqlar bizdan neri bo'lsin. Yana ko'rishgacha sog' salomat omon bo'laylik. Shahmurat Kayninga ko'pdan ko'p rahmatimizni aytamiz. Murat, sana rahmat. Shunday yaxshi ishlarni boshlabsa, oz-moz bo'lsin xalqimizga, o'zimizning ko'nglimizga bor gaplarni mush sening ishinglar seni orqali yetkazib oldik deyman. Sana rahmat. Biz san'atkorlar sizlar bilan xalqimizda faxrlanamiz. Hammalar salomat tilayman, yana bir qatim omon bo'linglar ko'rishgacha. Rahmat Shahmurat. Albatta xalqimiz bor, biz bor. Shu xalqimizga ko'pdan ko'p rahmatlarimizni aytamiz. Hurmatli aziz tomoshabinlar, biz sizlar bilan xo'shlashmaymiz. Yana ko'rishgacha sog' salomat omon bo'laylik.